Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Sharq sivilizatsiyasi va fakulteti MOQda 2-kurs Husanova Mashhura 3-guruh talabasi raqamli tarix fanida yakuniy nazorati uchun videolavha. Sizga qolib ketib ko'p narsa bo'lganda keling mana shu ketdim ish bo'yicha har xil nima bo'lganda savdoda bozor shaharlarga bergan ta'mirlanib davrida qiyinchilik paytlar odamlar oshxonasi bo'lmagan qilishiga oshxona yasaganlar bo'lgan bo'lishi kerak. Mustaqildan keyin o'zgarish boshlandi. Birinchi oyda yana davlatimiz mustaqil bo'lgandan keyin hozirqaron bobamiz borlar o'sha boshchiligida o'sha rahbarligida sovet bo'lgandan keyin mustaqil bo'lgandan keyin bizga jon masjid qaytarib berildi. O'sha ko'p ishlar qilingan odamlar asl ta'mirlanib o'sha holatga kelgan va xaroba holatda g'alabani kelib ularni biza buzib qayta qolib tashladim. Shuni hozirgi ketishda xalq hashari bilan, xalq mablag'i bilan davlat tomonidan shuni hozirgi ketishda faqat xalq ishi bilan qo'li bilan bo'lgan ishlar hozirgacha ham davom etyapti. Ishlar xalqimiz rahmat ko'p odamlar homiylarimiz qisqacha aytaman. Boshqa o'zimiz mana bu yerga mutavalli ishladim. 7 yil ko'p odamlardan umrlar ketdi. Nazorat odamlarimiz ajoyib olimlar kishi. Shu boshchiligida shu boshchiligida mana nazorat o'qib beryaptilar. Aktiv yaxshi yigit o'zi o'yladi. Bizni ilmni olib o'tirib kishilar qo'shimcha ma'lumot olishni shahar tarixini o'rgangan kishilar bor. Shaxsiy bilan o'tib ketdilar. Izzatulla nimaga Ismatilla Umarov balkim unaqa narsa Ismat Hoji buvami.
Ismatilla aka Umar ishlagan o'sha Ismatilla aka ko'proq bilsa kerak o'sha. Bunga shu 1600-yillar bo'lganda mana 600-700 atrofida tarix oldidan kirib ko'rsanglar, namozdan keyin eski yozuvlar qolgan joy bor ozgina o'sha yerda. Rasmiy bo'lsa bo'ladi. O'sha namozdan keyin kirsanglar, o'sha qachon abjad bilan hisobda qaraydilar. O'shani kelib chiqishini sanasi chiqishi mumkin. Bundan qarasanglar. Kim agar bilsa, o'shani rasmni olib ketib, qo'lqatga qarasanglar, ishni ko'rgan kim tomon nimalar qilishga ma'lumot bor o'sha. Ko'rasizlar shu. Amin. Salomat, sog'liklar, ilmlaringizni ilm ko'rsatsin. Yurtimizga hissa qo'shyapsizlar. Yaxshi konsultatsiyalar yo'qlar, qo'llariga hujjatlar olib, elimizga xizmat qilib, misollar bo'lib xizmat qilishlarga Alloh taolosi umr bersin. Raqibek madrasasiga kelib atroflicha ma'lumotlarga ega bo'ldik va sizlarga ham kelishni tavsiya qilib qolamiz.